harakat qilib mana shu yerga kelsalaring, mana shular sizlarga katta yordam beradi. Assalomu alaykum. Bugun mana 3 yoshli chaqalog'imiz Musulmon va Fotima qorinchalararo to'siq nuqsonini plastik amaliyotidan keyin ikkinchi sutkada. Hozir palatadalar, ahvollari yaxshi, stabilniy, analizlari ham yaxshi. Bemor aktiv, yurakdagi nuqsonlar to'liq yopilgan. Bu jarrohlik amaliyotini qilishimizga yordam bergan Mirabror Usmonov nomidagi xalqaro xayriya jamoat fondiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bu jarrohlik amaliyoti bizda birinchi marta emas. Bu bizda allaqachon ko'p marta va sifatli darajada o'tkazib kelinmoqda. Bolalarimiz hammasi yaxshi sog'liqqa erishib uyga bormoqda. Marhamat, agar sizda ham shunaqangi yurak tug'ma nuqsonlari bor farzandlaringiz yoki yaqin qarindosh tanishlaringiz bo'lsa va ular jarrohlik amaliyotiga pul topishda, mablag' topishda qiynalayotgan bo'lsalar, xijolat bo'lmasdan Mirabror Usmonov nomidagi xalqaro xayriya jamoat fondiga murojaat qiling. Assalomu alaykum azizlar. Mana meni qizim Musulmonova Fotima, xudo xolasa jarrohlik amaliyotini o'tab chiqdi. Yurakchasidan muammosi bor edi. Biz Ezgu niyat klinikasiga murojaat qilgandik. Mirabror Usmonov nomidagi jamoat fondi bizga katta yordam berdi. Sizlarda ham shunga ehtiyojmand bo'lsalaring, harakat qilib mana shu yerga kelsalaring, mana shular sizlarga katta yordam beradi. Biz bularga chin yurakdan minnatdorchilik bildiramiz.